Farruh to'xtatur. Ha? To'xtatur. Nima qilasan? Sizlar bilan qurtib oling. Shu yerdami? Qara, chang bosib yotibdi. Gigiyena ham yo'q. Yur birorta kattaroq marketdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Men bitta qurta olaman. Bitta pista olaman. Charchamang. Ha, shuni ol deyman. Chang bosib yotibdi. Kattaroq marketdan olardik, aytdim-ku. Farruh, katta marketlardan nogironlarga foydasi bor. Na yetim insonlarga foydasi bor. Xo'sh, buni nima foydasi bor hozir? Ana o'tirgan akani ko'ryapsan? Xo'sh, o'zi nogiron. 7 yetimga qaraydi. 2 farzandi o'ziniki, qolgan 5 tasi singliniki. Singlisi esa rahmat bo'lib ketgan. Amaga nima beradi? Qizim, senga nima olib beradi? Hech narsa kerak emas, dadajonning o'zlari olib beradilar. Dadajon, ukam bog'chadan olib keldilar. Sovg'am pishib qopti. Yuring, uyga ketamiz. Ketdik. Apajon. Ichimdan nima o'tganini his qilyapsanmi? Men har kun his qilaman. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman derkan. Alloh taolo aytar ekan, bandam, agar meni izlasang, men yetimni ko'nglida bo'laman derkan.